Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan oson, tez hamda mazali bo'lgan salat tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib ishimizni baqlajonlarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, bitta idishga solib, ustidan tuz hamda suv quyib 15 daqiqaga olib qo'yishdan boshlaymiz. Undan so'ng sabzini qirg'ichdan chiqarib olamiz. Bodring, bulg'or qalampiri, piyoz hamda pomidorni ham videoda ko'rsatilgandek qilib somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Endi navbat ko'katlarga ularni ham mayda qilib to'g'raymiz. Barcha mahsulotlarimizni bitta idishga solib, ustidan chesnokni qirg'ichdan o'tkazib yuboramiz. Qizib turgan yog' ustiga baqlajonlarni olib, suvdan solib yaxshilab qovuramiz va barcha mahsulotlarimiz ustidan tuz hamda shakar va qalampir iste'doddan chiqmasin va tabga ko'ra o'zingizlar xohishingizga qarab boshqa ziravorlarni solib, barcha mahsulotlarni bitta qilib aralashtirib boramiz. Mana sizlarga va'da qilgan koreys xolalarni ham yo'lda qoldirib salat tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy kutaman.